Navoiy davlat universitetida iqlim o'zgarishi sharoitida ekologiya, iqtisodiyot va barqaror rivojlanish muammolari va ularning yechimlari mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz mavzuga batafsil to'xtaladi. Universitetning Tabiiy fanlar va tibbiyot fakulteti biologiya kafedrasi tomonidan tashkil qilingan mazkur konferensiyada professor o'qituvchilar, olimlar, viloyat ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi mutaxassislari ishtirok etishdi. Ta'kidlandiki, shu kunga qadar mavzu doirasida 5 ta yo'nalish bo'yicha 200 ga yaqin maqola qabul qilingan va ularning barchasi o'z dolzarbligiga ega. Xususan, Orol muammosi, butun dunyoda suv tanqisligi, ishlab chiqarish jarayonlarining tabiatga ta'siri, muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish borasida aholining xabardorligini oshirish masalalari muhokamalar markazida bo'ldi. Mamlakatimizdagi mana shu hududda demak ekologik muammolarni hal qiladigan yangi qirralar ochildi. Ya'ni atrof muhit muhofazasi bo'yicha bizda talabalar qabul qildik. Bu talabalarimiz bugun hududlarimizdagi yashillikka burkangan joylar yoki muammoli joylarda asosan mana shu ekologiya boshqarmasi bilan mana shu dual ta'lim asosida kafidralar filialini tashkil qilib, bu borada ilmiy tadqiqotlar olib borish doktorantlarimiz. Tadqiqotchilarimiz esa olis hududlarni o'rganib, bu yerda ekologik muammolarni, masalalarni hal qilishga qaratilgan eng katta ustuvor vazifalarni belgilab oldik. Bu ham nima degani? Bu bugungi kunda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 10%ni muqobil energetikaga to'g'ri kelishi bizga ayon. Buni yanada ko'paytirishimiz darkor. Bu masalada hech kim demak to'xtab turish kerak emas. Bugun ekologiya bitta ekologiya vazirligi yoki uning boshqarmasining ishi emas. Bugun ekologiya butun hududdagi har bir a'zoning, har mamlakatimizdagi har bir aholining, fuqaroning demak fuqarolik burchi deb o'ylayman. Sababi atrof muhitimizni yashillashtirish, uyimizda demak energetikani hosil qiluvchi kislorodli atmosferani hosil qilish, atmosferaga chiqayotgan gaz chiqindilarini qisqartirish, tejash, yo'qotish, ularga filtr qo'yish, to'g'rimi? Bugun aynan bizni Navoiy davlat universitetimizda ham mana shu mazmunda bo'layotgan mana shu anjumanda, konferensiyada, respublika konferensiyasida respublikamizning hamma hududlaridan kelgan ekologlar qatnashyapti. Bular bizni tadqiqotchilarimiz, talabalarimizga mana shu konferensiya ishi ishtirokchilariga o'zining boy ma'lumotlarini berib, bularni yechish bo'yicha bir qancha ishlarni oldiga maqsad qo'ygan. Anjumanda qayd etildiki, joriy yilning 17-19 sentyabr kunlari Germaniyaning nufuzli tashkilotlari ekspertlari Navoiy davlat universitetining biologiya ta'lim yo'nalishi xalqaro akkreditatsiyadan o'tganligi oliy ta'lim muassasasi uchun alohida e'tirofga molikdir. Ushbu anjumanga turli xil yo'nalishlarda, turli xil shubalar bo'yicha, mavzular bo'yicha barcha oliy ta'lim tashkilotlarining talabalari, o'zimizning talabalarimiz maqolalar, tezislar yuborishgan. Shuningdek, bugungi kunda biologiya kafedrasining yana bitta yutuqlaridan aytib o'tishimiz kerakki, yaqinda 17-19 sentyabr kuni Germaniyaning nufuzli Aquin attestatsiya va akkreditatsiyadan o'tkazish tashkiloti tomonidan aynan boshqa kafedralar qatori bizda biologiya ta'lim yo'nalishimiz ham xalqaro akkreditatsiyadan o'tganini mamnuniyat bilan demak ommaga e'lon qilishdi. Bu biz uchun ham katta yutuq. Ya'ni bu bizga nima beradiki, bizni bitirgan talabalarimiz, ya'ni bizga o'xshagan yoshlar faqatgina bitta til bilish sertifikati orqali tilini bilsa, o'sha Yevropa mamlakatiga xalqaro miqyosda diplomini tan olish orqali borib, o'sha yerda o'zining yo'nalishi bo'yicha turli xil kasb sohalarida ishlash imkoniyatini beradi va xalqaro tajribani o'rganib, kerak bo'lsa bizning yurtimizga nafi tegadigan yetuk malakali inson bo'lib yetishiga debocha bo'ladi. Eslatib o'tamiz, anjuman o'z ishini ertaga ham davom ettiradi.